endi ko'zimizni ochib salgacha shu tadbirkorga ham tushuntiramiz desak tushunishni xohlamaydi. Qonunga asosan korrupsiya tushunchasi berilgan, demak bu mansab mavqeyidan shaxsiy manfaat uchun foydalanish. Xoh u mansabdor shaxs, mas'ul xodim, unga qandaydir vazifalar berilganmi, shu vazifalarni bajarish uchun yoki bajarmaslik uchun qandaydir moddiy yoki nomoddiy naf ko'rish masalalari. Normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunga asosan qonun bilan qaror kuchga kelib qolganda qonun birinchi o'ringa qo'yiladi. Agar yangi qabul qilingan qonunda bitta norma mavjud bo'lsa, o'sha normada qanaqadir muddat belgilangan bo'lsa, u muddatingiz boyagi eski qaror bilan qanaqadir ziddiyatga borsa, siz yangi qonundagi muddat bilan ishlashga majbursiz. O'rtada ketayotgan muammolar bo'lsa, qanaqadir to'sqinliklar bo'lsa, buni men hali ishonch telefonini yetdim. Bemalol chiqib murojaat qilib, masalani hal qilish yo'llarini birgalikda ko'rib chiqishimiz kerak.